Men sizlarga 10-noyabr kuni jonli efirda gilomlarning narxi qanchadan bo'lishini hozir qisqacha tanishtirib o'taman. Xo'p, mana mashinadan boshlaymiz. Sifatlari juda ham ajoyib, to'qimalari puxta bo'lgan. Mashinalar jonli efirda 1 kvadrat metri 45 ming so'mdan sotiladi. Razmerlar bor, metrajnilari ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma o'zining razmeriga shunchaki hisoblatib olsa bo'ladi. Mana ko'ringlar. Mana shularda narxi 1 kvadrat metri 45 ming so'mdan jonli efirda sotamiz. Faqat yupqa gilom qo'yasizlarmi deganlar uchun yo'q. Mana shunda turgan любой gilomni o'sha arzon narxda sotib tashlaymiz. Xo'p, ketdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham sifatlari qalin bo'lgan mana. Gilomlarimiz 1 kvadrat metri 85 ming so'mdan qo'yiladi. Eslatib o'taman, faqat 10 million so'mlik tovarlar shunaqa juda ham arzon narxda sotib yuboriladi. O'shuning uchun jonli efirgacha pullaringizni naqdlab olinglar, kartalaringizga tashlab olinglar, chunki to'lov oldindan bo'ladi. Ulgurib qolganlar shunaqa arzon narxda sotib oladi. Любой gilom, faqat statga narsalar va boshqa narsalar bas. Ko'rishlaringiz mumkin, mana mashina gilomlarni 1 kvadrat metrini 45 ming so'mdan sotamiz. Kommentariyada o'zlarining narxlarini hisoblab yozib tashlashlaring mumkin. Mana ko'rishlaring mumkin. Juda ham sifatli bo'lgan. Voy, skochlab qo'yishibdi. Mana popili juda ham sifatli bo'lgan qalin gilomlar 1 kvadrat metrini 79 ming so'mdan sotamiz. Jonli efirda. O'zlaring ko'rasizlar. Videolarda gilomlarning narxlarini juda ham arzon narxda qo'yganimda, bular faqat videoda qo'yadi. Kommentariyada juda ham negativlar bo'lgan. Borsa tugab qopti, berishmadi, qilib berishmadi. O'zlaring jonli efirda ko'rasizlar. Mana chekkalari kojali, popili bo'lgan gilomlarni 79 ming so'mdan qo'yib beraman. Любой joydan narxni solishtirib ko'rasizlar. Faqat 10 million so'mlik tovardi. Mana juda ham sifatli bo'lganlari mana. Materiallari ikki tomondan ikki xil tovlanadigan, yaltiraydigan uzun popili chekkalari kojali Samarqand gilomlarini 1 kvadratini 89 ming so'mdan qo'yib beraman. Shanoylar, ulgib qolsalaring ulgib qoldilar. Mana avvalgi gilomlarda zo'rlari bor. Zo'rlarini, yorvorationlarini sizlarga 3 ga 4, 4 ga 4, 4 ga 5 razmerlari bor. 1 kvadratini eng qalin gilomlardi. Eng qalini bular. Juda ham zichligi baland bo'ladi. 1 kvadrati 250 mingdan sotilganlarni 140 ming so'mdan qo'yib beraman. 140 ming so'mdan. Har iloji boricha obzor qilib ko'rsatyapman. Metrajnilarga ham o'tamiz. Hozir metrajnilarni ham ko'rsataman. Bular mana 79 ming so'mdan qo'yiladi. 79 ming so'mdan qalinlari. 2 ga 3larimizni kvadrat metrlari 45 ming so'mdan qo'yiladi. Bular ham 45 ming so'mdan qo'yiladi. Men sizlarga endi metrajli gilomlarni ko'rsataman. Obunachilar ko'rishlaring mumkin, hurmatli obunachilar. 100% materiallari poliester bo'lgan, ikki yon tomondan ikki xil tovlanadigan gilomlarni, qalinlar, sifatlilarini 79 ming so'mdan qo'yib beraman. 100 ming, 120 mingdan sotib olayotganlaringni. 100% to'qimali orqalari kelaylik bas. Faqat jonli efirda bo'ladi. O'shuning uchun ertaga jonli efirga kirish esdan chiqmasin. Mana juda ham momig' materiallar 1 kvadrati 79 ming so'mdan qo'yiladi. Mana bular mana astatga tovar sotyapsan deganlar uchun mana 4 ta but rulon, birortasidan hali kesilmagan 1 kvadratini atiga 49 ming so'mdan qo'yiladi. Shular mumkin. Juda ham sifatlari yaxshi. 49 ming so'mdan qo'yiladi. Faqat jonli efirda shunaqa narx bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bunaqa palasali daroshkalar so'raganlar uchun bunaqasi hech qachon bo'lmagan hali. 45 ming so'mdan qo'yiladi 1 kvadrat metri. Mana daroshka so'raganmi deylar. Mana daroshkalarning ham xil-mahallari bor. Daroshkalar ham juda ham arzon narxda chiqadi. Misol uchun mana shu 80 santimetrlik daroshkalarning narxi necha pul chiqadi o'ylaysizlar? Taxmin qilib ko'ringlar. 1 metri 79 ming so'mdan. Mana bunisi 69 ming so'mdan qo'yiladi. Bu ham 69 ming so'mdan qo'yiladi. Eng qalinlari mana ko'rishlaring mumkin. Eng qalinlari 99 ming so'm bo'ladi. 80 santimetrlik daroshka 99 ming so'm, 99 ming so'm, 89 ming. Eng qalin 80 santimetrlik daroshka bozor so'raylar 200 ming, 250 ming so'm deyiladi. Mana 1 metrlik daroshkalar 49 ming so'mdan, 45 ming so'mdan. Mana ipeyliklari eng tozalari
1 metrliklari 99 mingdan qo'yiladi. Mana ochiq oydin sizlarga bundan bu yog'iga любой gilom purushga videolar tashlab qo'yaverasizlar. Mana har xil metrajli gilomlar bor. Juda ham sifatlilarini hammasini ko'rsataman. Bilmam qancha 1 soat qilamizmi, yarim soat qilamizmi jonli efir. Sizlarga juda ham arzon narxda sotamiz. Realni foydalanib qoladigan joy. Videoga like bosib ko'proq insonga tarqatib qo'yinglar. Ertaga jonli efirimiz bo'ladi. Bu bizning birinchi jonli efirimiz. Jonli efirda kommentariyadan jay namozimizni g'olibini ham aniqlaymiz, xudo xolasa. Mana har xil metrajli gilomlar bor. Bu tarafga mana naveslar qilinyapti. Xudo xolasa sizlarga cho'tki narxlar mana. Любой joydan narxlarni solishtirib ko'raverasizlar. Jonli efirda sizlarni ko'zlaring o'ngida faqat tanish bilishga hammaga любой odam sotib olsa bo'ladi. 1 kvadrati 45 ming so'mdan qalin gilomlar 79 ming so'm, 89 ming so'm, eng qalini, eng zo'rini 140 ming so'mdan qo'yib beraman. Eng zo'rini mana avvalgi gilomlar bor, boshqalar bor. Eng olibtalarini. Jonli efirni kutayotganlar bormi? Reaksiya qoldirib qo'yasizlar. Meni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Jonli efirlar xudo xolasa haftada 1 marta qilishni rejalashtiryapman. Agar aktiv bomba bo'ladigan bo'lsa, sizlarga kerak bo'lsa har kuni jonli efirda gilomlarni arzon narxlarda obzor qilib ko'rsatamiz. Joninglar sog' bo'lsin, videoga like bosib ko'proq insonga tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi.